Sen hech o'ylab ko'rganmisan, futbolni eng katta yulduzlarini kim qo'riqlaydi? Kel, ko'rib chiqamiz. Kylian Mbappe esa oilasiga ishonadi. Uning akasi uning shaxsiy qo'riqchisi sifatida yordam beradi. Erling Haaland esa buni juda jiddiy qabul qiladi. U doim katta qo'riqchilar jamoasi bilan yuradi. Cristiano Ronaldoning qo'riqchisi esa boshdan oyoq mushak, haqiqiy devorga o'xshaydi. Messining qo'riqchisi esa umuman boshqacha. U nafaqat juda baquvvat, balki shunday tez ko'rinadiki, go'yo maydonda ham. Ammo bu borada hech kim Zlatan Ibrahimovichga yeta olmaydi. Chunki rostini aytganda, unga qo'riqchi kerak emas. Uning o'zi qo'riqchi.